Butini yana bir katta bir fasodlaridan va hayosizlik darvozalarini ochganlardan bittasi al-buti yubihu sarahatan lish-shakhsi an yatakhayyala annahu yartakibu az-zina wa law wajada ma'a zalika lazzatan. وأباح للمرأة التي يضاجعها زوجها أن تتصور أنها مع غيره. نعوذ بالله. Buti aytayaptiki, bir inson hayolida zino qilsa muboh deyapti. Sarohatan aytayapti. Bir inson hayolida zino qilsa bo'laveradi deyapti. Agarchi lazzatlansa ham deyapti. Hayolida shunday hayol qilyapti, tasavvurda zino qilyapti va lazzatlanyapti, shuni muboh deyapti. Va eri bilan jimo qilyapti degan xotinga, nauzubillah. Eri bilan jimo qilyapti, lekin xuddi boshqa bir begona bilan jimo qilyapti turgandek tasavvur qilsa muboh deyapti. Mana bu rasvolikni qarang. Bu qanday bir hayosizlik? Mana bunday bir fasodlarga darvoza ochyapti. Shunchalik bir fasod, hayosizlik, fuhshni darvozasini ochsa, ulamolar uni dajjal demak kimi dajjal desin? Yana shu mujallada ama 1998-yilda savol berishgan ekan. Bir xotin savol beryapti. An imra'atin yasifu halaha ma'a zawjiha annaha 'indama yataqarabani takhunuhu bil khayal ay tatasawwaru nafsaha ma'a rajulin akhar. Xotin so'rayaptiki, men deyapti, erimga xiyonat qilyapman, tasavvurda xiyonat qilyapman. Chunki erim bilan jimo qilyapti turganimda boshqa erkak tasavvur qilyapman deyapti. Mana shunday bir tarbiyasi buzuq xotinlar ham bor ekan. Endi bu shayton albatta vasvasa qiladi. Har qanday rasvoylarni vasvasa qilaveradi-yu, lekin inson Alloh va Rasulining hukmiga itoat qilgan holatda shaytonning vasvasasidan qutulishlik kerak. Albatta bu rasvolik-ku, bu xotiningiz bilan jimo qilsangiz, xotiningiz sizdan boshqasini tasavvur qilsa. Filmlarda ko'rgan narsalarni, aktyorlarni bosh rollarda kelgan narsalarni tasavvur qilib o'tirsa. Buti bunga javob beryaptiki, hozirgi hadisni rivoyat qilib bo'laveradi deyapti. Shuni sen gapirmasang, qilmasang bo'ldi deyapti. Fa innal khawatir allati tatufu bi zihnik hawla tilka allati ahbabtaha thumma lam tastati' an taqtali'a mahabbataha min qalbik la yuhasibaka Allahu alayha. Chunki seni zehningda aylanib turgan narsalar, sen ularni yaxshi ko'rasan va shuni muhabbatdan chiqarmaysan, qalbingdan chiqarib olmaysan. Alloh taolo seni hisob qilmaydi deyapti. Bo'laveradi, zarari yo'q deyapti. Mana xususan yoshlarning qattiq buzilishiga katta darvoza ochilyapti. Alloh saqlasin. Va bilasizlarki, payg'ambarimiz alayhisalom innamal a'malu binniyat deganlar, a'mollar niyatga qarab bo'ladi deganlar. Inson uning aqliga, qalbiga oldin shunday fikrlar keladi, har xil botil narsalar keladi. Keyin sekin-sekin uni gapirishga o'tadi, undan keyin uni amalda tatbiq qilishga boshlaydi. Birinchi darvozani buti ochyapti. Hayol qilaveringlar, niyat qilaveringlar, o'ylayveringlar, tasavvur qilaveringlar. Nauzubillah. Keyingi darvozalarni keyingi dajjollar ochadi. Hatto buti hozirgi vaqtda ulamolarning jumhuri rad qilyapti turgan, kofirlar tomonidan kelgan katta bir fitna, musibat bo'lgan hayosiz filmlar va shu filmlarda qilinadigan rasvoliklarga ham izn beradi buti. Butidan shu filmlar to'g'risida so'rashganda, buti aytadiki, ayol kishiga ikkita narsa man qilingan. Biri orqasidan jimo qilishlik, ikkinchisi hayz holatda jimo qilishlik. Undan boshqa hamma narsa halol deydi. Undan keyin odamlar so'rasaki, bu avratiga og'zini olib borishlikki, erkakga ayol desa aytadiki, men nima dedim senga deydi. Ikkita narsa harom qilingan xolos. Hayz holatda jimo qilishlik va orqasiga, duburiga jimo qilishlik. Boshqa hamma narsa halol deydi. O'sha kofirlardan kelyapti turgan rasvolik, hayvoniyat bo'lgan narsalarning hammasiga izn beradi. Butini mana bunday tarbiyasiz, hayosiz fatvolari ko'p. Mana ko'ryapsizlar, shohidi bo'lyapsizlar. Butini bu fatvosini eshitsa albatta iymoni zaif ayollar har eri bilan jimo qilganda filmlardagi mashhur aktyorlarni tasavvur qilaveradi keyin. Eri bilan jimo qilyapti, Schwarzeneggerni tasavvur qiladi. Yo boshqa futbolchilar, artistlar, qo'shiqchilar tasavvur qilaveradi. Butini yana bir hayosizliklardan va fuhsh, rasvolik darvozalarini ochgan fatvolardan bittasi al-buti yubihu lil mar'ati allati tu'ani min barudatin jinsiyya an tushahida al-aflam al-ibahiyya al-jinsiyya. Bir xotin
agar eriga qiziqmasa, jimoga qiziqishi bo'lmasa, shu xotinni shahvatini ko'paytirishlik uchun hayosiz filmlarda ko'rsatsa bo'laveradi, muboh deyapti. Bu aytyapti bu fatvoni. Yana o'sha yaqulu fi majallati tabibuk. Tabibin doktorin degan, bu rosa hayosiz doktor ekanda. Bir odam savol so'rayapti. Ayolimda hech shahvat yo'q, jimoga chaqiraman. Kelmaydi, qiziqmaydi, hatto menga aytdiki, boshqa ulamolar o'rgin dedi. Lekin agar shuni hayosiz kofirlardan kelgan buzuq filmlarni qo'yib bersam, shahvati ko'payishi mumkin. Shuni qilsam bo'laveradimi desa, Buti javob beryapti. Minal masalihi allati taraqqa ila darajati zaruriyat wal ibti'ad an al-aflam al-musirati min al-masalih allati taqifu 'inda darajati al-hajiyat. Aslida bu filmlar joiz emas deyapti. Lekin bir fa in tawaqqafa istimraru al-hayati az-zawjiyya baynaka va bayna zawjatik biwajhiha salim. Agar seni xotining bilan seni o'rtangdagi bir oila hayoti go'zal bir shaklda davom etishligi mana shu filmga to'xtab qolgan bo'lsa, shu filmsiz o'rtalaringizda jimo, muhabbat bo'lmayib turgan bo'lsa, unda antastasiraha nahwak bil qadri zaruri min hazil aflam. Shu filmlardan uni xotiningning shahvatini keltiradigan darajada ko'rsam bo'laveradi deyapti. Ya'ni bu nihoyatda rasvolik-ku bu. Birinchidan bunday filmlarga izn berishlik katta bir rasvolik, badbaxtlik. Ikkinchidan bir inson o'zini xotiniga bir begona bir erkak bilan ayolni qilyaptirgan zinosini ko'rsatishlik. Bu shunday bir dayuslikki, insoniyat tarixida bo'lmagan bir dayuslik. Nihoyatda rasvolik-ku bu. Qani buni odam shahlagani ham uyaladi. Bunchalik bir rasvolikdan keyin Butini fatvolari qanday olinadi? Buti dajjal deyilmasa kim dajjal deyiladi? U kazzob deyilmasa kim kazzob deyiladi? U dinni buzuvchi, Qur'on hadisni buzuvchi deyilmasa, dinga xoin, islom ahliga xoin deyilmasa kim xoin bo'ladi? Va bular hozir ba'zilari bular. Men darsimizni boshida aytdim, men hammasini aytib bera olmayman, chunki juda ko'p vaqt yetmaydi bu narsaga. Agar hammasini aytaman desangiz, juda uzun vaqtga muhtoj bo'lamiz. Ba'zilarini o'qib beryapman. To'lib yotibdi bunday xatolar. Shuning uchun o'tgan darslarda ham aytganimizdek, alhamdulillah shariat bizga kitob-u sunnatni qo'yib ketdi. Biz har qanday olimni kitob-u sunnat tarosiga qo'yamiz. Agar kitob-u sunnatga to'g'ri kelsa maqbul, uni fatvolari ham maqbul. Agar to'g'ri kelmasa marduddir, fatvolari ham marduddir. Insonlarning shuhratiga aldanmaslik kerak. Xususan Butiga o'xshagan olimlarni shuhrati kufr hukumatlari tarafidan qilingan. Butini bunchalik mashhur qilib, bunchalik mansablarga ko'targan kim? Ulamolar, islom ahli ko'tarmadi. O'sha Bashshor, uni dadasi, shu zolim kufr hukumatlari qildi bu narsani. Butiga shuncha mansab berdi, shuhrat berdi, butun dunyoga mashhur qildi. Va Suriyada Buti bir gapni gapirdimi, hech qaysi olim uni qarshisiga tura olmas edi. Illa Butini aytgani bo'lar edi. Hech kimga muxolifat qila olmas edi. Uni mashhur qilgan, dunyoga tanitgan bir kufr hukumati bo'lsa-yu, endi musulmonlar unga aldanib yursa, unga ergashsa-yu fatvolarini olsa. Alloh saqlasin. Bu nihoyatda qattiq xatolardan, qattiq zulmlardan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizni va butun ummatni dajjollarning butun turidan va ularning butun fatvolaridan muhofaza qilsin.